Assalomu alaykum. Fundamentals of Physics Test Bank testlar to'plamimizning ikkinchi bobi Motion along a straight line, ya'ni to'g'ri chiziq bo'ylab harakat bobini boshlaymiz. Birinchi testimiz. A particle zarracha moves harakatlanadi along bo'ylab the x-axis x o'qi from xi dan to xf gacha of the following quyidagi values qiymatlar of the initial boshlang'ich and final va oxirgi koordinatalar which qaysi biri result beradi in the displacement ko'chishda with the largest eng katta magnitude modul qiymat. Demak, to'liq tarjima qiladigan bo'lsak, zarracha x o'qi bo'ylab xi dan xf gacha harakatlanadi. Boshlang'ich va oxirgi koordinatalarning quyidagi qiymatlardan qaysi biri eng katta modulga ega bo'lgan ko'chishga olib keladi. Demak, ko'chishni topishimiz kerak. Eng katta modulda delta x bizda xf final minus xi, demak initial berish kerak. A variantimizda xf6 minus xi4 barobar 2. Xo'p, B variantimiz minus 8 minus 4. Demak, minus 8 plus 4 desak, minus 4 metrni beradi. C variantimiz 2 minus 4. Bu 6 ni beradi. D variantimiz minus 2 minus 4 minus 6 va Y variantimiz 4 minus 4 desak, minus plus bo'lib, bu 8 metrni beryapti. Demak, bizda eng katta qiymatni Y variant 8 metr beryapti. Demak, Y variant to'g'ri. Ikkinchisi, a particle zarracha moves harakatlandi along the x-axis x o'qi bo'ylab from xi dan to xf gacha of the following quyidagi values qiymatlar of the initial boshlang'ich and final va oxirgi koordinatalar which qaysi biri result beradi in a negative displacement. Demak, manfiy ko'chishni beradi. Xo'p, bizda manfiy ko'chishni topishimiz lozim. Ya'ni delta x xf minus xi deydigan bo'lsak, A variantda 6 minus 4, bu musbat ekan. Xo'p, B variantimiz minus 8 minus 4. Demak, minus 8 plus 4 minus 4 metrni beradi. Xo'p, mana B'si manfiyda chiqdi. O'zi B variant javob to'g'ri bo'ladi bunda. Xo'p, C, D, Y'larni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2 minus 4 6, D minus 2 minus 4. Demak, 2 va Y variantimiz 4 minus 4. Demak, haqiqatdan ham B javobimiz to'g'ri. Uchinchisi, the average o'rtacha speed tezlik of a moving harakatlanayotgan object jism during davomida a given berilgan interval oraliq of time vaqt is always, demak, hamma vaqt. So'zma so'z tarjima qiladigan bo'lsak,
berilgan vaqt oralig'ida harakatlanayotgan jismning o'rtacha tezligi har doim nimaga teng bo'ladi? The magnitude of its average velocity over the interval the magnitude demak qiymati of its uning average o'rtacha velocity tezlik over the interval bo'ylab interval vaqtda demak shu oraliqdagi uning o'rtacha tezligi moduliga b'si the distance masofa covered bosib o'tilgan during davomida the time interval vaqt oralig'i divided bo'lingan by the time interval vaqt oralig'iga shu vaqt oralig'ida bosib o'tilgan masofani vaqt oralig'iga bo'linganiga deyilmoqda b'sida. Demak, o'rtacha tezlik shu vaqt oralig'ida bosib o'tilgan masofani vaqt oralig'iga bo'linganiga. Mana shu o'zi B variantimiz to'g'ri keladi. Qolganlari demak one half yarmi its uning speed tezligi at the end oxirida of the interval demak oraliq oxiridagi tezligining yarmiga its uning acceleration tezlanishi multiplied ko'paytirilgan by the time interval vaqt oralig'iga uning tezlanishini vaqt oralig'iga ko'paytirilganiga va y'si one half yarmi its uning acceleration tezlanishi multiplied ko'paytirilgan by the time interval vaqt oralig'iga. To'liq tarjima uning tezlanishi yarmini vaqt oralig'iga ko'paytirilganiga. Demak, yarim degan javob variantlar umuman to'g'ri kelmaydi va mana shu B variantimizda the distance covered during the time interval divided by the time interval demak bosib o'tilgan to'liq masofani shu masofani bosib o'tishga ketgan vaqt oralig'iga nisbatiga ya'ni teng demoqda. Shu B javobimiz to'g'ri. To'rtinchisi ikkita automobiles mashinalar are 150 kilometers 150 kilometr apart masofada and va traveling harakatlanmoqda toward qarab each other bir-biriga one bir avtomobil is moving harakatlanmoqda at 60 km/h 60 km/soat tezlikda and va the other boshqa biri is moving harakatlanmoqda at 50 km/h 40 km/soat tezlikda in how many hours qancha vaqtda will they meet ular meet uchrashishadi. Demak, to'liq tarjima qiladigan bo'lsak, ikki avtomobil bir-biridan 150 kilometr masofada joylashgan va bir-biriga qarab harakatlanmoqda. Birinchi avtomobil 60 km/soat, ikkinchisi esa 40 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. Ular necha soatdan keyin uchrashishadi? Demak, buni
yechimini ko'ramiz. Ular bir-biriga qarab harakatlanyaptimi? Demak, nisbiy tezliklari qo'shiladi. V nisbiy tezlik teng bo'ladi V1 plus V2 ga. Demak, bu V1imiz 60 bo'lsa, V2imiz 40 barobar 100 kilometr qism soat. Endi uchrashish vaqti umumiy masofani nisbiy tezlikka bo'lish orqali topiladi. Ya'ni T teng S bo'lingan V nisbiy tezlik barobar S masofamiz demak 150. Nisbiy tezligimiz, e'tibor beramiz, masofamiz kilometrda va tezligimiz kilometr taqsim soatda. Vaqtda javob soat birligida chiqadi. Nisbiy tezlik demak 100. 150 ni 100 ga bo'lsak 1,5. Bu soat bizda qoladi. Demak, qayerdan bu yerda demak hours deb savol berganku, qancha soatda ular uchrashadi. Demak, 1,5 soatda degan javob to'g'ri. Bu D variantimizda bor. 5-siga o'tamiz. A car, mashina, travels, harakatlanmoqda. 40 kilometers, 40 kilometr at an average speed, o'rtacha tezlikda of 80 km per hour, 80 km taqsim soat va then keyin travels harakatlandi 40 kilometers, 40 kilometr at an average speed, o'rtacha tezlikda of 40 km per hour, 40 km taqsim soat. The average speed, o'rtacha tezlik of the car, mashinaning, for this, shu 80 km trip is 80 km sayohatida teng bo'ladi. To'liq tarjima: mashina 80 km taqsim soat o'rtacha tezlik bilan 40 km yo'l yurdi va keyin 40 km soat o'rtacha tezlik bilan yana 40 km yo'l yurdi. Ushbu jami 80 kilometrlik sayohat uchun mashinaning o'rtacha tezligi qanday bo'ladi? Demak, o'rtacha tezlikni topish kerak. O'rtacha tezlikni topish formulasi S umumiyni T umumiyga nisbati. S umumiyimiz demak 40 plus 40 bo'lmoqda. Kilometrda bu. T vaqtlarimiz demak shu ikki qismning har bir T1 T2 ni demak T1 plus T2 vaqt bo'lishi kerak. Bularni biz bu 80 deylik. Quyidagicha yozishimiz mumkin. T1 uchun S1 V1, T2 uchun S2 V2. Demak, S1imiz ham 40 km, V1imiz 80 km taqsim soat plus S2imiz 40 va 40 km taqsim soat. Bu demak 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 80 plus 40 120 120 ni taqsim 80 ga, bu degani 80 ko'paytirib 80 taqsim 120. Hop, 40 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 3 ta bor, 2 ta bor. 160 ni 3 ga bo'lamiz.
160 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bu taqriban 53 kilometr taqsim soat hisoblanadi. Demak, javobimiz D variant bo'lmoqda. O'rtish tezlik demak 53 kilometr taqsim soat. Keyingisi 6-si. A car, mashina starts boshlamoqda from dan heater heater joy nomi goes bormoqda 50 kilometr 50 kilometr in a straight line to'g'ri chiziqda to yon demak yonga yon shahriga yoki punktga immediately shu zahoti turns around burilmoqda and returns va qaytmoqda to heaterga the time vaqt for this round shunda trip demak is 2 hours vaqt shu demak sayohatda 2 soatni tashkil etadi. The magnitude qiymati of the average o'rtacha velocity tezlik of the car mashinaning for this round shundagi trip is shu sayohatdagi demak o'rtish tezligi nechaga teng bo'ladi? To'liq tarjimani aytadigan bo'lsak, mashina heater punktidan harakatni boshlaydi. To'g'ri chiziq bo'ylab yon punktigacha 50 kilometr boradi. Darhol orqaga buriladi va heaterga qaytadi. Ushbu borib qaytish sayohati uchun ketgan vaqt 2 soatga teng. Mashinaning ushbu borib qaytish sayohati uchun o'rtacha vektor tezligi moduli nimaga teng? Demak, yechamiz. Demak, borib qaytishda ko'chish bizga demak 0 bo'lmoqda. Demak, borib qaytib kelmoqda. Avvalgi nuqtasiga qaytib kelmoqda. Demak, ko'chish 0 ga teng bu yerda. O'rtacha vektor tezlik esa o'rtacha vektor tezlik shu delta x ko'chishni bo'lamiz t vaqtga. Demak, delta x'imiz 0 ligi sabab bu demak o'sha 2 soat vaqtga bo'lgan taqdirimizda ham javob 0 chiqadi. Demak, bunda to'g'ri javobimiz 0 ga teng. Demak, ustozlar bu yerda of the average velocity demoqda. Average speed o'qidik oldingi masalalarimizda. U o'rtacha skalar tezlik hisoblanadi. Speed skalar tezlikni ifodalaydi. Velocity esa bu vektor tezlikni ifodalaydi. Velocity ham tezlik, speed ham tezlik. Demak, speed mana speed bu skalar tezlikni ifodalasa, velocity bu vektor tezlikni. Demak, o'rtacha vektor tezlikni topadigan bo'lsak, o'rtacha vektor tezlik delta x displacement, ya'ni ko'chishni bo'lamiz shu ko'chishga ketgan vaqtga. Demak, bizda u borib qaytib kelganligi uchun ko'chishimiz 0 ga teng edi. Shunda ko'chish 0 ga tengmi? Demak, o'rtacha vektor tezlik ham 0 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz, 7-si. A car, mashina starts boshlamoqda from dan heater goes bormoqda 50 kilometr 50 kilometr in a straight line to'g'ri chiziq da to yonga immediately shu zahoti turns around
burilmoqda va returns qaytib kelmoqda to hitterga. The time vaqt for this round shundagi for this round trip demak shu sayohatdagi is 2 hours 2 soat. The average speed o'rtacha skalar tezligi of the car mashinaning for this round trip is shu sayohatdagi teng bo'ladi. Ana endi average speed so'ralmoqda bu yerda ustozlar. Average speedimiz endi o'sha biz bilgan v o'rtacha teng s umumiyni bo'lamiz t umumiyga. Bunda s'imiz demak 50 kilometr. Aytgancha bu 50 emas, borib qaytganligi uchun 50 plus 50 bo'ladi. 2 marotaba shu 50 kilometrni bosib o'tgan va bunga, ya'ni borib qaytishga 2 soat vaqt ketyapti. Demak 100 ni 2 ga bo'lamiz barobar 50. Javobimiz demak kilometr taqsim soatda chiqadi. 50. B javob to'g'ri. Ana endi demak skalar tezlik 0 dan farqli. Keyingisi 8-inchisi the coordinate koordinatasi of a particle zarrachaning in meters metrda is given by berilgan x t barobar 16t minus 3t kub where bu yerda the time t vaqt is in seconds sekundlarda. The particle zarracha is momentarily at rest. Demak shu zarracha shu onda tinch turibdi. At rest tinch turmoq. At t equals demak zarracha shu onda tinch turibdi. Demak o'sha onni topishimiz kerak. O'sha t vaqtni topishimiz kerak. Zarracha harakat tenglamasi x t 16t minus 3t kub. Demak biz tezlik tenglamasini topamiz. V teng x dan birinchi hosila barobar vaqt bo'yicha 16t dan 16 bo'ladi. Minus 3t kub demak 9t kvadrat bo'ladi. Demak tinch turgan vaqtdagisida demak v ni 0 ga tenglashtiramiz. V ni 0 ga tenglashtiradigan bo'ladigan bo'lsa, tenglamasini ham 0 ga tenglashtiramiz. 16 minus 9 t kvadrat barobar 0 deydigan bo'lsak 16 minus 9 t kvadrat barobar bo'ladi. Barobar 9t kvadrat. Bu yerdan t 16 taqsim 9 ildiz ostida undan 4 taqsim 3 bo'lib chiqadi. 4 taqsim 3 ni biz 1.33 yoki 1.3 sekund deb olsak bo'ladi. Demak B javob to'g'ri bo'ladi. 9-inchisi a drug racing car demak mashina starts boshlamoqda from dan rest tinch holatdan at t equals to 0 t 0 vaqtda and va moves harakatlanmoqda along bo'ylab a straight line to'g'ri chiziq with velocity tezlik bilan given by berilgan v barobar bt kvadrat where bu yerda b is a constant b
o'zgarmas. The expression demak ifoda for the distance masofa uchun traveled harakatlangan by this car shu mashina from dan its uning position pozitsiyasi at t barobar 0. Demak t barobar 0 vaqtda demak ifodani topishimiz kerak. T barobar 0 dagi masofa uchun topishimiz kerak ifodani. Demak bunda v barobar bt kvadrat deyilmoqda. V barobar bt kvadrat demak tezlik uchun bt kvadrat ifoda bor. Bu yerda b o'zgarmas. Biz topishimiz kerak masofaning ifodasini t0 vaqtda. Demak masofa uchun biz integral olamiz tezlikdan t vaqt bo'yicha v dt. Demak integralimiz v uchun demak bt kvadrat dt desak bizda bu bo'ladi b t kub bo'lingan 3 ga. Demak bt kub bo'lingan 3 chiqadi. B javob to'g'ri bo'ladi. 10-savolga o'tamiz. A ball koptok rolls dumalamoqda up tepaga a slope qiya tekislik at the end oxirida of 3 seconds 3 sekundning its uning velocity tezligi is 20 cm per second 20 cm taqsim sekund at the end oxirida of 8 seconds sekund uning its uning velocity tezlik is 0 what is necha the average acceleration o'rtacha tezlanishi from dan the third uchinchi to the 8th second 8-chi sekundgacha. Demak shu koptokning 3-sekunddan 8-sekund vaqt oralig'idagi o'rtacha tezlanishini topishimiz lozim. Demak o'rtacha tezlanish topish formulasi bu delta v taqsim delta t. Delta v imiz demak 20 dan 0 gacha bo'lmoqda. 0 minus 20. Demak buni modulda olamiz. Chunki o'rtacha tezlanishni topyapmiz biz. Delta t imiz 8 minus 3. 8-sekunddan 3-sekundni ayiramiz. Demak 20 taqsim 5 barobar 4. Tezligimiz santimetr taqsim sekundda edi. Sekund vaqtimiz sekundda, shuning uchun santimetr taqsim sekund kvadratda chiqadi javob. 4 santimetr taqsim sekund kvadrat. B javob to'g'ri. 11-siga o'tamiz. The koordinata of an object jismning is given berilgan as a function funksiya sifatida of time tezlik by demak quyidagicha x barobar 7t minus 3t kvadrat where
Bu yerda x bu in meters, metrlarda, and var t in seconds, sekundlarda. Its average, uning o'rtacha velocity, tezligi, ya'ni vektor tezligi. Over the oralıqda, interval oralig'ida demak, from dan t равно 0 to gacha t barobar 4 sekund is ikkita nuqta demak teng bo'ladi demoqda bu yerda. Demak, biz uning ya'ni jismning o'rtacha vektor tezligini t barobar 0 vaqtdan t barobar 4 sekundgacha bo'lgan vaqt oralig'ida biz topishimiz kerak. Demak, o'rtacha tezlik biz birinchi x teng 7t minus 3t kvadrat berilgan harakat tenglamasi. Buni biz tezlik tenglamasini topamiz. V barobar x dan birinchi hosila demak 7 minus 6t bo'ladi. Demak, xo'p, eslaringizda bo'lsa, average velocity, ya'ni o'rtacha vektor tezlik bu demak delta x, vektor tezlik sifatida v qo'yaylik, delta x taqsim delta t edi. Demak, bizga delta x ni o'zi ham bo'laveradi. Demak, t0 vaqtda biz x birini topaylik. T0 vaqtdagisi bu 0 qo'ysak bu 0. x2 bu t4 sekund vaqtdagisini topsak 7 kara 4 minus 3 ko'paytirilgan 4 ni kvadrati barobar 28 16 minus 48 barobar minus 20 bo'lmoqda. Minus 20 metr. Xo'p, delta x'imiz bu yerda minus 20 minus demak 0 bo'lmoqda. Bo'lamiz delta t vaqtga 4 minus 0. Demak, minus 20 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak minus 5. Xo'p, birliklarimiz metr taqsim sekund. Demak, javobimiz minus 5 metr taqsim sekund. B javob bo'lmoqda. Xo'p, birinchi biz birdaniga xuddiki o'rtacha skalar tezlikni topish uchun v ni x dan birinchi hosila qilib olayotgan edik. Velocityga demak urg'u berib o'tishimiz lozim edi. Demak, birdaniga delta x orqali topib qo'ydik. 12-chisiga o'tamiz. The velocity, tezlik of an object, jismning, is given, berilgan, as a function, funksiya, of time, tezlik, by, ya'ni v barobar 4t minus 3t kvadrat, where, bu yerda v is v in metr second, metr sekundlarda, and va t is in seconds, t sekundlarda. Its average velocity, uning o'rtacha tezligi, over the interval, ya'ni oraliq bo'yicha, from dan, t0 dan, ya'ni to t равно 2 sekund, ya'ni 2 sekundgacha. Demak, o'rtacha vektor tezligini
0 dan 2 sekund vaqt oralig'idagi da umuman topish kerak. Demak, delta x taqsim delta t formulamiz orqali topamiz. Buning uchun demak delta x ni topamiz. Delta x'imiz bizga xo'p v bo'yicha demak harakat tezlik tenglamasi berilgan. Delta x teng bo'ladi. Integrallaymiz 0 dan 2 sekund vaqtgacha, ya'ni t vaqtimiz bo'yicha v dt hop 0 2 v imizda 4t minus 3t kvadrat dt barobar 4t kvadrat taqsim 2 bu 2t kvadrat bo'ladi. Minus 3t kub taqsim 3. 3lar ketsa t kubni o'zi qoladi. Demak, mana bu yerda 0 2 qo'yadigan bo'lsak. Demak, javobimiz 2 ni qo'yadigan bo'lsak, 0 da hammasi 0 2 4 8 2 da ham 0, 0 da ham 0. Umuman delta x 0 ga teng bo'lyapti. Bundan kelib chiqadiki, delta x 0 mi? Demak, v o'rtacha vektor tezlik bu delta x taqsim delta t degan edik. Delta x 0 bo'lsa, t vaqtimiz 2 sekund bo'lishiga qaramasdan, demak javob alohida ajratamiz. Demak, javobimiz 0. Javob demak 0 degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. Integral orqali ham demak delta x 0 ligini biz topib oldik. Keyingisi 13-si. The coordinate koordinatasi of an object jismning is given as a function berilgan funksiya tarzida, ya'ni of time. Tezlik funksiyasi by x teng 4t kvadrat minus 3t kub demak tarzida, where bu yerda x is in meters, x metrlarda, and va t is in seconds demak t sekundlarda, it's uning average acceleration o'rtacha tezlanishi over the interval oraliq bo'yicha from t barobar 0 demak t barobar 0 dan to gacha t barobar 2 sekund is 2 nuqta demak teng bo'ladi. Uning o'rtacha tezlanishini 0 dan 2 sekund vaqt oralig'ida topishimiz kerak ekan. Harakat tenglamasi berilgan. Demak, o'rtacha tezlanish delta v taqsim delta t. Xo'p, biz birinchi bu yerda topishimiz uchun v ni topishimiz uchun x dan birinchi hosil oladigan bo'lsak, sakkiz t bo'ladi. Demak, mana 4t kvadrat minus 3t kubdan birinchi hosil olamiz. Bu 8t minus 9t kvadrat. V1'imiz 0 qo'yadigan bo'lsak, V1 0 ni o'zi, V2'mizda T0'ga 2 ni qo'yadigan bo'lsak, 2 8 16 minus 9 ko'paytirilgan 2 ni kvadrati barobar 16 minus 36 minus 20 sekund. Xo'p. Endi o'rtachani topadigan bo'lsak, delta v imizga minus 20 minus 0, delta t imiz demak 2 minus 0.
barobar -20 ga bo'ladigan bo'lsa -10 bu metr taqsim sekund kvadratda. Demak, C javob to'g'ri. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Each har bir of four particles 4 zarrachalar move harakatlanmoqda along bo'ylab an x-axis x o'qi their ularning coordinates koordinatalari in meters metrlarda as functions funksiya tarzida of time vaqt in seconds sekundlarda are given by berilgan particle 1 birinchi zarrachaniki xt barobar 3,5 minus 2,7 t kub. Particle 2 ikkinchi zarrachaniki xt barobar 3,5 plus 2,7 t kub. Particle 3 uchinchi zarrachaniki xt barobar 3,5 plus 2,7 t kvadrat. Particle 4 xt barobar 3,5 minus 3,4 t minus 2,7 t kvadrat. Which qaysi biri of these ularning particles zarrachalar have ega constant o'zgarmas acceleration tezlanish. Demak, qaysi bir zarrachalar o'zgarmas tezlanishga ega demoqda. Demak, harakat tenglamalari berilgan. O'zgarmas tezlanishga ega bo'lishi uchun zarrachalarimiz tezlanish tenglamasi t vaqtga bog'liq bo'lmasligi lozim. Buning uchun biz shu harakat tenglamasidan 2 marotaba hosila olamiz. Demak, birinchi zarrachamiz uchun birinchi hosila tezlikni beradi. X shtrix. Xo'p, 3,5 yo'q, bu 0 bo'lib ketadi. Xo'p. Demak, minus 3 ko'paytirilgan 2,7 xo'p t kvadrat. Demak, x ikkinchi shtrix. Demak, bu a ni beradigan bo'lsa minus 6,7 t bo'lar ekan. Demak, t ga bog'liq bo'lib qolmoqda. E'tibor beramiz. Demak, mana ikkinchi zarrachamiz ham t kubda turibdi. 2 marta hosila olgan bilan baribir t qoladi ikkinchi zarrachamizda ham. Ya'ni x birinchi hosilamiz 3,7 t kvadrat. X ikkinchi hosilamiz 6,7 t kvadrat. T ni o'zi bo'ladi. Xo'p. Uchinchi zarrachamiz demak, xo'p, x birinchi hosilamiz bu vni berib 2 ko'paytirilgan 2,7 ko'paytirilgan t va ikkinchi hosilamiz tezlanishni berib shu demak 2 ko'paytirilgan 5,4 bo'ladi. Bu 5,4 ni o'zi metr taqsim sekund kvadratda. Demak, mana shu uchinchi zarrachamiz tezlanishi o'zgarmas bo'lmoqda. To'rtinchi zarrachamiz v teng x shtrixda barobar minus 3,4 minus 5,4 t. Demak, ay tezlanishimiz ikkinchi hosil oladigan bo'lsak minus 5,4 bo'lmoqda. Demak, 3 va 4 zarrachalarimiz tezlanishi o'zgarmas. Demak, D javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerda ham xuddi shu savol, xuddi shu. Demak,
Boshlanishi bir xil. Each har bir of four particles to'rtta zarrachalar move harakatlanmoqda along bo'ylab x axis and x axis x o'qi their ularning coordinates koordinatalar in meters metrlarda as functions funksiya tarzida of time vaqt in seconds sekundlarda are given by berilgan. Demak, quyidagicha to'rtta zarrachaning harakat tenglamalari berilgan. Which qaysi biri of these ularning particles zarrachalar is speeding up. Demak, tezligi oshib bormoqda. Tezlashmoqda. For uchun t katta noldan. Demak, t noldan katta bo'lgan paytda, demak, qaysi bir zarrachalarimiz tezlashmoqda deb so'ramoqda. Masalani yechimiga o'tamiz. Demak, zarrachamiz tezlashishini ko'rsatishimiz uchun biz, demak, mana shu zarrachalarimizning tezligi va tezlanishi ham bir xil ishorali bo'lishi lozim. Demak, mana shu zarrachalarimiz tezlashishi uchun tezlik va tezlanish bir xil ishorada bo'lishi kerak. Buning uchun har bir zarrachamizdan birinchi va ikkinchi osillarni olamiz. Birinchi osillar demak tezlik uchun, ikkinchi osillar tezlanishni topishimiz uchun. Yuqorida biz buni topib qo'ygan edik. Mana har bir zarracha uchun. Xo'p, shuni qaytadan mana bu yerda bir tezgina ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi zarrachamiz uchun tezlik x birinchi osila barobar minus 8/t kvadrat a teng x ikkinchi osila barobar bundan minus 16/2t. T noldan katta da ikkalasi ham minus ishorada bo'ladi, ya'ni bir xil ishora. Demak, bu tezlashmoqda. To'g'ri keladi. Ikkinchi zarrachamiz. Birinchi osilamiz 8/t kvadrat, ikkinchi osilamiz 16/2t. Demak, ikkalasi ham plus ishorada. Bu ham albatta tezlashmoqda. Uchinchi zarrachamizniki birinchi osilamiz. Demak, 5/4 t. Ikkinchi osila 5/4 ni o'zi. Umuman olganda ikkalasi ham plusda bir xil ishora. Bu ham tezlashmoqda. Demak, to'rtinchimiz birinchi osila minus 3/4 minus 5/4 t. Ikkinchi osilamiz minus 5/4 ni o'zi. Xo'p, tezlanish minusda o'zi. Tezligimiz ham minus. Agar t noldan katta bo'lsa, minusda javob chiqadi bunda ham. Demak, to'rtinchi zarrachamiz ham tezlashmoqda. Bundan kelib chiqadi to'rttalasi ham. Demak, all four. To'rttalasi ham degan javob to'g'ri bo'ladi. A variant. Xo'p, mana bu yerda only one, bu yerda faqat birinchisi deyapti. Only 2 and 3. Faqat 2 va 3-chisi. Only 2, 3 and 4. Faqat 2, 3 va 4-chisi deyapti. None of them. Demak, ulardan birortasi ham demoqda. Demak, mana shunday tarjimalar. 16-chisiga o'tamiz.
An object jism starts boshlamoqda from dan rest tinch at the origin demak boshlang'ich and va moves harakatlanmoqda along bo'ylab the x axis x o'qi with bilan a constant o'zgarmas acceleration tezlanish of 4 meter per second kvadrat 4 metr taqsim sekund kvadrat it's uning average o'rtacha velocity tezligi as it goes bormoqda from dan x teng 2 metr to gacha x teng 8 metr is demak teng bo'ladi uning o'rtacha tezligini topishimiz kerak ekan x 2 metrdan x 8 metrgacha oraliqda demak to'liq tarjima qiladigan bo'lsak jism koordinata boshidan tinch holatda harakatni boshlaydi va x o'qi bo'ylab 4 metr taqsim sekund kvadrat o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanadi uning x teng 2 metr nuqtadan x teng 8 metr nuqtagacha harakatidagi o'rtacha tezligi nimaga teng deb so'ramoqda o'rtacha tezlik bu yerda o'rtacha vektor tezlik velocity deb kelmoqda demak v o'rtachamiz bu yerda demak delta x taqsim delta t displacement delta x ko'chishni bo'lamiz vaqtga ko'chishimiz demak 2 dan 8 gacha bo'lsa demak 8 minus 2 bo'ladi vaqtimiz esa demak vaqtni quyidagicha qilib topishimiz lozim bu yerda demak tinch holatdan harakatni boshlagan va origin deyilgandi-ku originda x0 teng 0 ga bo'ladi tinch holatda deganda esa demak rest at from rest deyapti tinch holatdan v0 barobar 0 ga teng bo'ladi bunda x teng at kvadrat taqsim 2 bo'ladi bu yerdan vaqtni topadigan bo'lsak t barobar izosida 2x taqsim a bo'lmoqda xo'p bizda a tezlanishda berilmoqda bundan xo'p biz topishimiz mumkin x1 va x2 larni qo'yamiz x1 2 metr uchun t birimiz hop 2 bo'lamiz 4 ga bu 1 sekund bo'lmoqda hop t2 miz 8 x o'rnida 8 ni qo'yadigan bo'lsak 2 8 16 16 ni 4 ga bo'lamiz 4 4 dan 2 chiqadi demak 1 sekund va ikkinchi sekund demak 2 minus 1 bo'lar ekan mana bu yoqda bundan kelib chiqadi 2 minus 1 desak 6 mahrajimiz 1 bundan kelib chiqadi 6 metr taqsim sekund bo'lmoqda demak mana shunday qilib javobimiz E javob bo'lyapti hop 17-siga o'tamiz of the following quyidagi situations hodisalar which one qaysi biri is impossible imkonsiz A varianti demak quyidagi hodisalarning demoqda qaysi biri imkonsiz bu hodisalar demak 5 ta berilgan ABCDE bularni birma bir ko'rib chiqamiz a body jism having jism velocity ist tezligi
sharq tomonga, east sharq, and va acceleration tezlanish east. Tezlanish ham sharq tomonga ekan. Demak, jismning tezligi ham sharq tomonga, tezlanish ham sharq tomonga yo'nalgan. Demak, u tezlashmoqda. Boya yuqorida ko'rdik, bir xil yo'nalishga egami, ya'ni bir xil ishoralimi bular? Tezlashmoqda. Demak, bu imkoni bor. A body, jism having ega velocity east, demak tezligi sharqqa, and va acceleration west. Tezlanishi g'arb tomonga, ya'ni qarama-qarshi tomonga. Demak, bu sekinlanuvchan harakat. Impossible emas, ya'ni bu possible. Imkoni bor. A body having zero velocity. Jism ega nol tezlikka. And va non-zero, nolga teng bo'lmagan acceleration. Tezlanish. Demak, jism tezligi nolga teng va nolga teng bo'lmagan tezlanishga ega. Demak, qachon bunday bo'ladi? Jism harakatlanmoqda. Agar jismning quyidagicha nima qilamiz? Talqin qilamiz. Sekinlashmoqda desak, sekinlashib jism, demak, tezligi nolga teng bo'lib qolishi mumkin, lekin baribir tezlanishi bor bo'ladi bunda. Tezlanish bor bo'lganda, demak, bu holat ham mumkin. A body, jism, having ega constant, o'zgarmas, acceleration, tezlanish, and va variable velocity, o'zgaruvchan tezlik. Demak, jism o'zgarmas tezlanishga ega va o'zgaruvchan tezlikka. Tezlanish o'zgarmas bo'lsa, tezligi o'zgarib turadi, albatta. Masalan, tezlanish 4 metr taqsim sekund kvadrat bo'lsa, jism tinch holatdan harakatni boshlagan bo'lsa, 1 sekunddan keyin 4 metr taqsim sekund, ikkinchi sekunddan keyin 8 metr taqsim sekund o'zgarib turadi-ku tezlik. Bu imkoni bor. Yes, demak, a body having constant velocity, jism o'zgarmas tezlikka ega, and va variable acceleration, o'zgaruvchan tezlanishga ham ega deyapti. Demak, jism tezligi o'zgarmas bo'lsa, yodga keltiramiz buni, teks harakatda bunday bo'ladi, ya'ni o'zgarmas tezlikka ega bo'lib, teks harakatda tezlanish nolga teng. Chunki tezlanishimiz delta v taqsim delta t bo'lib, delta v уже nolga teng bo'lyapti, tezlanish ham nolga teng bo'lishi kerak. Lekin bu yerda tezlanish o'zgaruvchan deyapti. Demak, bu harakatimiz bu imkonsiz. Javob, demak, bizda to'g'ri bo'ladi. 18-ga o'tamiz. Throughout, davomida, a time interval, vaqt oralig'ida, while, qachonki, the speed of a particle, zarrachaning tezligi, increases, o'sib bormoqda, as it moves, u harakatlanmoqda, along, bo'ylab, the x-axis, x o'qi bo'ylab, it's uning velocity, vektor tezligi, and va acceleration, tezlanishi, might be, bo'lishi mumkin, positive and negative, musbat va manfiy, respectively, mos ravishda. Demak, vektor tezligi va tezlanishini mos ravishda, demak, pozitiv va negativ deyapti bu yerda. B'sida negativ and positive, manfiy va musbat, respectively, mos ravishda. Negative and negative, respectively, manfiy va manfiy mos ravishda. Negative and zero, respectively,
manfiy va 0 mos ravishda, positive and 0 respectively musbat va 0 mos ravishda. Demak, speed of a particle increases. Zarrachaning skalyar tezligi oshib bormoqda. Biz bu holatda degan edikki, uning vektor tezligi va tezlanishi bir xil ishorali bo'lganda, demak, skalyar tezlik oshib boradi. Demak, bir xil ishorali bo'lgan holatni ko'ramiz. Pozitiv va negativ bir xil emas, negativ va pozitiv yo'q, negativ va negativ. Demak, manfiy va manfiy degan javobimiz bor. C'da bu mana shu to'g'ri bo'ladi. 19-si, a particle zarracha moves harakatlanmoqda on the x-axis, x o'qi bo'ylab, when qachonki uning acceleration tezlanishi is positive musbat and va increasing oshib bormoqda. Demak, zarrachaning tezlanishi musbat va oshib bormoqda. Demak, bunda uning velocity vektor tezligi must be positive musbat bo'lishi lozim. Uning velocity must be negative manfiy bo'lishi lozim. Tezligi u must be bo'lishi lozim. Slowing down sekinlashishi must be u bo'lishi lozim. Speeding up tezlashayotgan bo'lishi lozim. None of the above must be true. Yuqoridagilarning birortasi to'g'ri bo'lishi mumkin emas deyapti. Xo'p. Bu yerda shartida aytilmoqdaki, tezlanish musbat va oshib bormoqda. Tezlanish musbat va oshib bormoqda va boshqa birorta shart ham aytilmagan tezlik bo'yicha. Bunda ikki xil holat bo'lishi mumkin. Birinchi holatda jism musbat yo'nalishda harakatlanmoqda desak, tezlanish ham musbat bo'lgani uchun jism tezlashadi. Xo'p. Ikkinchi holatni oladigan bo'lsak, jism manfiy yo'nalishda harakatlanmoqda deb oladigan bo'lsak, tezlanish musbat bo'lganligi uchun, ya'ni u tezlikka qarama-qarshi yo'nalgan, bu holda jism sekinlashadi, ya'ni tormozlanadi. Demak, bundan jism tezlashishi ham mumkin, sekinlashishi ham mumkin. Musbat tomonga yoki manfiy tomonga ketayotgan bo'lishi ham mumkin. Hech qaysi holat uchun, demak, albatta shunday bo'lishi shart, ya'ni must be deb qat'iy ayta olmaymiz. Shundan kelib chiqadiki, yuqoridagilarning birortasi, demak, must be true bo'la olmaydi. Ya'ni qat'iy tarzda, demak, to'g'ri deb ayta olmaymiz birortasini. Shuning uchun javobni to'g'ri deb olamiz. 20-si, the position, demak, pozitsiyasi y of a particle, demak, y o'qidagi zarrachaning y o'qidagi pozitsiyasi moving harakatlanmoqda along bo'ylab the y axis. Y o'qi depends on bog'liq bo'ladi the time t vaqtga according to ga ko'ra the equation tenglama y barobar at minus bt kvadrat the dimensions birliklari of the quantities mana shu a va b larning demoqda. A va b qiymatlarning are respectively mos ravishda. Demak, a va b qiymatlarining birliklari mos ravishda
qanday bo'ladi? Mana shuni biz aytishimiz lozim. Harakat tenglamasi y barobar at minus pt kvadrat bo'lmoqda. Demak, bu harakat tenglamasi bo'lsa, demak y ning birligi, xo'p, masofani birligi bilan teng bo'ladi. Masofa birligi bu yerda lt lar orqali berilayotgan bo'lsa, demak l bo'ladi. Masofa uzunlik birligi. Bundan kelib chiqadi. Xo'p, bu yerda aytish lozim, t vaqtning birligi o'zi katta T bilan berilgan. Katta T bilan berilgan bo'ladi. Demak, y uchun harakat tenglama at minus bt kvadratmi? At va bt kvadrat hadlarning ham o'zi alohida demak birligi mana shu y ning birligida l da bo'lishi kerak. Xo'p, t ning birligi katta T dedik. Bundan kelib chiqadi a. Demak, o'zgarmas umuman a'imizning birligi l taqsim t bo'lyapti. Xo'p, endi bt kvadratimizning ham birligi l da bo'lishi kerak. Bu yerda b ni o'zini topadigan bo'lsak, birligini. Xo'p, l ni t kvadratiga nisbati bilan topiladi. Xo'p, javobimiz a uchun l taqsim t, b uchun l taqsim t kvadrat. C javobimizda bu bor.